Ada meni kenjiz, xotini yo bolasi kasal bo'lsa, nuqul oysiniga olib tashlaydi. Shu yaxshi ishmi? Mana hozir ham 10 kundan beri yo'q. Na dorisidan xabar oladi, na holidan xabar oladi. Har gal shu ahvol. Nuqul gapiraman bir tengilmaydi. O'zingizdan bir narsa deng bunga. O'g'lim nima qilganing bu? O'ylanganingni hammasini bo'yningga olgansan. Ta'minlayman, yediraman, ichiraman. Nima bo'lsa qarayman deb. Kasal bo'lmaganda xotining kerak, kasal bo'lganda uyga olib tashlaysan onasini oldiga. Nima qilganing bu? Bizning oilada bunaqa narsa bo'lmagan. Agar puling bo'lmasa, akangdan so'ragin. Akang beradi. Akang jab bo'lmasa, men beraman. Bunaqa ish qilmagin keyincha, xo'p o'g'lim? Turgingni borib olib kelin, bola chaqangni. Ada zo'r gapirdingiz. Meni gapimni olmayapti-da. Ada, oyim 3 kundan beri ko'rinmaydi, qattalar. Oyingni uyga jo'natib yubordim. Men beli og'riyotdi, inqillab-shinqillab oldimda yuradimmi deb uyga jo'natib yubordim.